Bu çağda paytaxt Yerusalim'den bazı parisiler ve Tevrat ustazları Hazreti İsa'nın oldığı kelib, şagirdlerin nemişqa ajdodlarimizning an'analariga xiloflik qiladi. Ular tamoqdan ilgari qo'llarini yumaydi ekan-ku, dedi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi. Sizlar-chu, sizlar nemişqa an'anamizga rioya qilamiz deb Xudoning amrlariga xiloflik qilasizlar. Xudo ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb amr qilgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oladigan butun moddiy yordamlarni Xudoga otib degan kishining ota-onasiga vafodorlik qilish majburiyati qolmaydi deysizlar. Buning bilan an'ananglarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Ey soxtipazlar! Xudo Yashoyo payg'ambar orqali oldin aytgan mo'ni so'zlar sizlarga nima degan mos keladi? Bu xalq meni og'zida hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Menga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'rgatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Hazreti İsa xaloyiqni yeniga chaqirib, ularga quloq selinglar, ham shuni tushuninglarki, insonni napoq qildig'ini og'izdan kirdig'ini emas, balki og'izdan chiqadig'inidir, dedi. Keyin shogirdlar uning oldiga kelib, sizning so'zlaringiz parisiylarning tishiga tekanligini bildingizmi? dedi. Hazreti İsa bundaq javob qaytardi. Arishdiki otam tikmagan har qanday o'simlik yiltizidan qo'mirib tashlandi. Ularga pisand qilmanglar. Ular qarg'ularga yo'l boshlaydigan qarg'ulardir. Agar qarg'uni yetaklasa, har ikkisi o'rg'i tushib ketadi. Petrus, boyi aytgan napoqlik to'g'risidagi tamsilni tushuntirib bergaysiz, dedi. Sizlarmi textcha tushunmayotamisizlar? dedi Hazreti İsa. Eg'izga kirgan narsalarning oshqozon orqali tarat bo'lib chiqib ketadiganligini tushunmaymizlar. Lekin eg'izdan chiqadig'ini qalbdan chiqadi. İnsonni napoq qiladiganimiz shu. Chunki yomon niyat, qotillik, zinoxo'rlik, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, yolg'on guvohlik va tuhmatxo'rlik qatorliq gunohlarning hammasi qalbdan chiqadi. İnsonni mana shular napoq qiladi. Yuyulmagan qo'llar bilan taom yeyish bo'lsa, insonni napoq qilmaydi. Hazreti İsa u yerdan ayrilib, Tir va Sidon shaharlarining atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda o'rtoqlashgan kanonlardan bo'lgan bir ayol Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ey taqsir, podsho Davudning avlodi, holimga yetkaysiz. Qizimga jin chopishib olgan edi, holi bek xarob" deb so'radi. Lekin Hazreti İsa u ayolga bir ig'izmi javob bermadi. Shogirdlari uning oldiga kelib, "Bu ayolni yo'lga sag'aysiz, kaynimizga egishib olib, yo'l bo'yi vaqirab yuridi" deb talab qildi. Hazreti İsa ilki ayolga qarab mundaq dedi: "Men faqat Xudoning yo'qolgan qo'ylari Isroillarga avatildim." Ilki ayol uning oldiga kelib, "Ey taqsir, menga shafoat qilgaysiz" deb oyig'i yiqildi. Hazreti İsa uningga "Bolalarning menini itlarga tashlab berish to'g'ri emas" dedi. Ilki ayol buningga javoban, "Shundoq taqsir. Biroq itlarmi xo'jayinining dasturxonidan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku" dedi. Shuning bilan Hazreti İsa uningga "Ey ayol, ishonching komil ekan. Tilaginingdek bo'lsin" dedi. U ayolning qizi shu an sog'ayib ketdi.
Hazreti İsa u yerdan ayrılıp, Galiliya ko'lining bo'yidan o'tib, taqqa chiqib o'ltirdi. Uning oldiga nurg'un xaloyiq yig'ildi. Ular yana to'kur, qarg'u, cho'loq, gacha va boshqa har xil kasallarni ilib kelib, Hazreti İsa'ning oldiga qo'yishdi. Hazreti İsa ularni saqaytdi. Xalq gachalarning tili chiqqanligini, cho'loqlarning asliga kelganligini, to'kurlarning mang'anligini, qarg'ularning ko'zi ichilganligini ko'rib, hayron bo'ldi va Isroillar itiqod qilib kelgan Xudoga matiya o'qidi. Hazreti İsa shogirdlarini yeniga chaqirib, bu xaloyiqqa ichim og'riydi. Ular 3 kundan beri yenimdan ketmadi. Yeydigan bir narsa muqomidi. Ularni uylariga osh qo'saq qaytirishni xolamayman. Yo'lda yiqilib qelishi mumkin dedi. Shogirdlar uningga bunda xilvat bir yerda bunchavala xaloyiqni to'ydig'idek nonni nerdan topamiz deyishdi. Qancha nininglar bor deb so'radi Hazreti İsa. 7 non bilan bir necha tal kichik beliqimiz bor deyishdi ular. Bunun bilan Hazreti İsa xaloyiqni yedi o'ltirishga buyurdi. Ondan 7 non bilan beliqlarni qo'lga oldi va Xudoga shukr aytib, ularni o'shtib, shogirdlariga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Hammalar yeb to'ygandan keyin shogirdlar ishib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. Tamaq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 4000 kishi edi. Hazreti İsa xaloyiqni yo'lga solgandan keyin kemaga tushib, Magadan yesining sirtiga bordi.